Assalomu alaykum. Andijon davlat universiteti talabasi 3-bosqich IT kompyuter injenerining IT servis talabasi Rustam Baxtiyorman. Ma'lumotlar bazasini boshqarish fanidan tayyorlangan mustaqil ishni amaliy videorolik tarzida namoyish qilaman. Mavzu tibbiy ko'rik natijalarini saqlash tizimi tushgan edi. Ya'ni ixtiyoriy tanlaganman. Fanimiz ma'lumot bazasini boshqarish. Ma'ruza ustozimiz Yo'ldashev domla, talaba men Rustam Baxtiyor IT servis talabasi. Mustaqil ta'limda bizda qo'yilgan talablar mavzu doirasidagi talablarni quyidagi bosqichlarda qilish kerak edi. Ya'ni dastur C++ dasturlashtiruvda yozilishi kerak edi va ma'lumotlar bazasiga ulanish UDBC texnologiyasi orqali amalga oshirilishi kerak edi. Ma'lumotlar bazasi sifatida quyidagilardan biri ishlatilishi mumkin edi. Bizda MySQL yoki Access yoki dastur kompilyasiya qilinadigan va ishlaydigan holatda bo'lishi kerak edi. Dastur kamida bitta real mavzuga asoslangan ma'lumotlar bazasi bilan ishlash kerak edi. Masalan, talabalar kitoblar, mahsulotlar va boshqalar. Ma'lumotlar bazasi talablari, ma'lumotlar bazasi kamida bitta jadval bo'lishi kerak edi va jadvalda kamida 5 ta ustun maydon bo'lishi kerak edi. Jadvalda birlamchi kalit, ya'ni primary key ID mavjud bo'lishi kerak edi. Jadvalda kamida 10 ta yozuv bo'lishi kerak edi va bu yerda mana misol tariqasida ko'rsatilyapti. Hamda dastur funksional talablari quyidagilardan iborat edi. Dastur quyidagi asosiy funksiyani bajarishi kerak edi. Ya'ni ma'lumotlar bazasiga ulanish, UDBC orqali ma'lumotlar bazasiga ulanish muvaffaqiyatli yoki xato ekanligini ko'rsatish. Ma'lumotlarni ko'rish, jadvaldagi barcha yozuvlarni ekranga chiqarish, xato ekanligini, ma'lumotlarni ko'rish, jadvaldagi barcha yozuvlarni ekranga chiqarish, yangi ma'lumotlarni qo'shish, foydalanuvchi yangi yozuv kiritish mumkin bo'lishi kerak edi. Ma'lumotlarni o'zgartirish, mavjud yozuvlarni yangilash funksiyasi bo'lishi kerak edi. Ma'lumotlarni o'chirish, ya'ni tanlangan yozuvni o'chirish imkoniyati bo'lishi kerak edi. Qidiruv funksiyasi, jadvaldagi ma'lumotlarni ID yoki nom bo'yicha qidirish imkoniyati bo'lishi kerak edi. Interfeys talablari esa dastur konsol interfeysida yoki grafik interfeysda bo'lishi mumkin edi. Menu orqali boshqarish tavsiya etilgan. Misol menu uchun ma'lumotlarni ko'rish, yangi ma'lumotlar qo'shish, ma'lumotlarni o'zgartirish, ma'lumotni o'chirish, qidirish, chiqarish. Topshiriladigan materiallar esa bizda quyidagilardan iborat edi. C+ dasturining source kodi, ma'lumotlar bazasi fayli yoki skripti, dastur ishlashdagi screenshotlari, natija maksimal 15 ballni berar edi agar barcha talablarni qo'ysak. Ya'ni ma'lumotlar bazasini to'g'ri yaratish, jadval tuzilish, ustunlar, primary key, UDBC orqali ma'lumotlar bazasiga muvaffaqiyatli ulanish, ma'lumotlar bilan ishlash funksiyalari, dastur interfeysi va menu orqali boshqarish. Dastur kodining tozaligi va izohlari bilan yozilishi, dastur ishlashi, tushuntiruvchi qisqa hisobot. Hisobotni avvalgida qilgandim, lekin avvalgi ishimdagi ma'lumotlar bazasi menda C++ borderda xatolik keltirib chiqarganim uchun yana noldan boshlab qayta ish qildim va buni screenshotini olib ketmasdan hozirda videoda namoyish qilmoqchiman. Ya'ni nima ishlar, qanday hodisalar bajarilganligini aynan shunda aytib ketish maqsadga muvofiq deb bildim. Chunki screenshotlar qayta olinmagan edi. Bu yerda birinchi biz navbatda avvalida MySQLda Medical IDB bazasini yaratdim va Medical Checkup jadvalini tuzdim. Keyin UDBC orqali C++ builder dasturida uladim. Dasturda bemor ma'lumotlarni qo'shish, o'chirish, o'zgartirish, qidirish va ko'rish funksiyalari ishlaydi. Har bir amal natijasi foydalanuvchiga ko'rsatiladi va maydonlar avtomatik tozalanadi. Ya'ni ma'lumot kiritilgandan keyin avtomatik clear funksiyasi mavjud. Ya'ni clear o'chiriladi ma'lumotlar kiritilganda. Shu bilan tizim barcha talablarga javob beradi deb o'ylayman. Albatta shunday qilishga harakat qildim. Misol uchun Ali Vali deb kiritadigan bo'lsam, gripp tashxisi bilan uyda davolanishga tavsiya qilindi. Ba'zi gipertoniya aniqlanib, kardiolog nazoratiga yuborildi. Shu kabi real misollarda tizimni amaliy ishlashini oxirigacha ko'rsatib beraman. Avvalida bu yerda biz kirish qismidan boshlaymiz, chunki birinchi navbatda qilgan ishimiz bu yerda biz ma'lumotlar
bazasini yaratib olganmiz. Avvalo dastur C++ muhitida yoziladi, shuning uchun ma'lumotlar bazasi sifatida MySQL tanladim. Ya'ni professional yondashuv shunday muvofiq bo'lishini eshitganim uchun va maqsad bemor ma'lumotni xavfsiz saqlash hamda ularga tezkor kirish va ularning ustida amallar bajarish imkonini yaratish maqsadida. Albatta, Access dasturida ham qilib ko'rdim, lekin MySQLdagi testovoy variantni ko'rsatishni amalga muvofiq deb bildim, maqsadga muvofiq deb bildim. Avvalida MySQL Medical IDB nomli baza yaratildi bu yerda va undan Medical Checkup jadval tuzildi. Jadval quyidagi ustunlardan iborat bo'ldi. ID bitta mana kattaroq ko'rsatadigan bo'lsam, ID birlamchi kalit avtomatik o'suvchi, full name, bemorning familiyasi va ismi, bemorning yoshi, va check-up dati, ya'ni ko'rik sanasi va diagnozis, shifokor qo'ygan tashxis. Rezultat esa tekshiruv natijasi yoki tavsiyalar bilan qo'yilgan bo'ldi. Bu yerda bizda qo'yiladigan talablar ham aynan shunday edi, ya'ni 5 ta ustun maydon bo'lishi kerak edi va birlamchi primer key mavjud bo'lishi kerak edi, hamda kamida 10 ta yozuv bo'lishi kerak edi. Mana bu yerda menda 10 ta yozuv, 10 ta misol qo'shilgan va bu misollarni amaliyotda testovoy qilish jarayonida ko'p misollar o'chib ketdi. Yana hozir qayta tiklab buni qo'shish imkoniyati mavjud. Bundan keyingi jadvalda kamida 10 ta real yozuv qo'shilganini men aytib o'tdim. Masalan, Ali, Vali, Sog'lom, Sodiq va Guli, Grip, Karimov Aziz, Gastrit, Rustam Baxtiyor, Nazorat va boshqalar. Ular shu tartibda ma'lumotlar bazasida MySQL bazasini yaratib oldim ma'lumotlar C++ builder uchun. Ya'ni mana Medical IDB SQL formatida. Bu birinchi qilgan ishimiz bo'ldi va keyingi holatda biz ma'lumotlar bazasini ulanish amaliyotini bajardik. Ya'ni texnik amalga oshirish. Bu yerda biz ma'lumotlar bazasi ulanish uchun ODBC, Open Database Connectivity texnologiyasidan foydalanildi. Dasturda Tado Connection komponenti orqali barqaror aloqa o'rnatildi. Bitta sistem designga Medical IDB ga добавить qilib, bitta MySQL ODBS 810 kodi driver orqali bog'lanib o'ziga aloqa yaratib oldim. Har bir SQL so'rov trakesh blokida yozildi. Bu xatolikdan foydalanuvchilarga ko'rsatadi va dastur barqaror ishlashni ta'minlaydi degan maqsadda qilindi. Va keyingi holatda biz dasturning asosiy funksiyalarini bajarib ishga harakat qildik, ya'ni fayl ko'rish, ya'ni bazadagi barcha yozuvlar real va vaqt rejimida string.dot jadvalda ko'rsatiladi. Bu yerda mana shu jadval string.dot jadvali deyiladi. Ya'ni bu yerda masalan bemor familiyasining ismi, sharafi, yoshi, diagnoz, tekshiruv natijalari va mana bu yerdagi nimalarni sanani kiritganimdan keyin avtomatik tarzda pastda u jadvalga qo'shiladi va bemor kiritilgan ma'lumotlar bu yerda clear bo'lib tozalanadi. Ya'ni ruchnoy tozalab yurmayman, avtomatik o'zi tozalash funksiyasi qo'shildi kod orqali albatta, va qo'shish tugmasini bossam bu narsalar hammasi qo'shiladi va qidiruv natijalarida biz bemorlarni qidirishimiz mumkin yoki o'chirishimiz yoki o'zgartirishimiz yoki yangilash hammasini va chiqish funksiyasi orqali dasturdan to'liq interfeysdan chiqishim va yana qayta redaktorni C++ builderga qaytishim mumkin. Insert orqali mana yangi bemor ma'lumotlar bazaga qo'shiladi bu yerda. Ya'ni bu yerda mana bu insert koddan foydalangan holatda qilindi va delete orqali o'chirishni amalga oshiraman. Ya'ni tanlangan bemor ID bo'yicha o'chiriladi yoki to'liq ustun bo'yicha o'chirilishi mumkin. Update bo'yicha o'zgartirish, ya'ni faqat to'ldirilgan ma'lumotlar yangilanadi, bo'sh edit maydonlari jadvalga ta'sir qilmaydi. Search funksiyasi orqali, ya'ni qidiruvni amalga oshiraman. Ya'ni ism, tashxis, sana yoki ID bo'yicha tezkor qidiruv amalga oshiradi. Bu yerda yana alohida qo'shimcha funksiya qo'shilgan. Bu yerda hozir 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta stolba va 8 ta ustun turibdi, lekin undan tashqari tartib raqamini qo'shdim, chunki ID raqamlar uzviy
ketma-ketlikda ketgani uchun, masalan, 10 ta yozuvdan keyin o'rtada testlar qilib, o'chirib, nimalar qilganim uchun, masalan, 11-12 o'chgan, 15 ga o'tib ketgan bo'lish ehtimoli bor. Shuning uchun tartib raqam bilan adashtirmaslik maqsadida tartib raqam ham alohida qo'shildi. Undan ham ko'rsatib o'taman va refresh yangilash funksiyasi orqali, masalan, qidiruvda bosganimdan keyin bitta familiyani topsa, shu familiya orqali yangilashni yana bossam, yana jadval to'liq holatiga qaytadi. GUI interfeysi orqali esa qulay GUI grafik interfeysni tugmalar va data time peshkar orqali sana tanlash imkoniyatini mavjudligini sana tanlash imkoniyatini qo'shdim. Yana qo'shimcha qulayliklar tarzida bitta har bir amal bajarilgandan keyin edit maydonlari avtomatik tozalanadi. Uni boshida aytdim, mana bu yerdagi edit maydonlarini aytyapman. Ya'ni bularni kiritganimdan keyin qo'shish funksiyasini bossam, avtomatik bu narsalar o'chirilib ketadi. Men shuni o'chirib yurmayman. Yana qayta boshqa ma'lumotlarni kiritishim mumkin. Va qidirish funksiyasiga masalan boshqa любой nimani yozuv familiya yoki ID yoki sana yoki yosh yoki tashxis yoki natija bo'yicha qidirib topib, buni ham yangilash funksiyasini bosganimdan keyin qidirishdagi ma'lumotlar ham o'chib ketadi va yana qo'shilgan narsa foydalanuvchiga natija haqida xabar beriladi. Ya'ni har bir funksiya uchun qo'shilgan bo'lsa, masalan, qo'shish amali bajarilgandan keyin bitta qo'shildi, ma'lumot qo'shildi tariqasida yozuv chiqadi. Agar yangilash amali bajarilsa, yangilandi mavzusi nimasi yangilandi matni monitorda ko'rinadi yoki o'chirildi yoki va hokazo qidirildi kabi ma'lumotlar ma'lumot tariqasida ko'rsatib o'tiladi. Hamda qidiruvdan keyin topilgan yozuvlar soni ko'rsatiladi. Bu yerda masalan bir xillik bo'lsa, masalan 5 raqamida ishtirok etgan nechta qator yoki ustun yoki boshqa narsalar bo'lsa, albatta har narsani qo'shgan holatda aytaylik. 3 ta bo'lsa 3 ta yoki Anvar degan so'z 2 ta bo'lsa 2 ta qilib yoki Anvarov ham uni ham qo'shilib ketgan holatda 2 ta natija topildi degan ma'noda javob tariqasida beradi va kodni izohlar bilan toza va professional darajada yozishga harakat qildim. Albatta professional darajada degan maqsad bu o'zimni ma'noda aytyapman. Chunki o'zim uchun bu albatta respekt bo'ldi va yangilik deb tushundim o'zim uchun. Bir necha marta xatolar qilish jarayonida oxirigacha ishlashga harakat qildim. Yanada mukammallashtirish imkoni bor. Buni albatta bu ishlar yana davom etadi demoqchiman. Ya'ni ishlab chiqilgan tizim ma'lumotlar bazasini boshqarish fanning barcha talablari bo'yicha to'liq bajarishga va jadval tuzish, Premier 2 yoki BISP orqali ulanish, qo'shish, o'zgartirish, o'chirish funksiyalari, qidiruv, yangilash, GUI interfeysi, kod tozaligi, izohlar hammasini nazoratga olib, inobatga olib, qochirmagan holatda qilishga harakat qildim. Mana bitta dastur format dizayni, forum dizayning deydi. Buni bitta obyektivlar orqali, obyektiv inspektorlar orqali har bittasini mana bunday qanday dizayn ko'rinishiga keltirib, bu ko'rinishda bo'lmaydi. Yangi ochilganda va ranglar ham bu holatda bo'lmaydi. Buni edit funksiyasidan foydalanib qo'shdim. Bitta ya'ni bizda edit funksiyasi va bitta mana standart funksiyasi bor. Bitta standart mana bitta ABC orqali o'sha edit funksiyasini label orqali mana bu bemor familiya ismi sharafi yosh diagnoz shu label orqali qo'shdim va tugmalarni mana bitta mana button chiqib turibdi. Button orqali mana qo'shish, qidirish, o'chirish, o'zgartirish, yangilash kabi tugmalarni qo'shdim. Va bitta education bor. Buni edu orqali qo'shganman. Mana bitta mana education va edu dataset, edu table, edu query bor. Bitta mana edu query deb ko'rinib, buni ham sozlamalarni qildim va albatta har bittasini mukammallik darajasida qilishga harakat qildim. Va bu yerda yana avtomatik sana qo'shiladigan holatni ham qo'shganman. Bu yerda ya'ni sanani o'zi avtomatik kiritish mumkin yoki tanlashingiz mumkin. Ko'proq tanlash inobatga olindi va jadvalni mana jildirish imkoniyati ham bor menda. Ya'ni jadval familiya ismi sharifi nima bo'lsa, yetmay qolsa mana jildirib yoki yosh kalta bo'lsa yoshini kalta qilib
sanani kalta qilib bitta mana tash diagnozni to'liq qilib yoki natijani yanada kengroq qilish imkoniyati bor. Undan tashqari buni yana ham sig'may qolsa jilib ketishlik ehtimolini olgan holatda mana bu yerda sichqoncha orqali siljitish funksiyasini ham qo'shganman bu yerda. Xullas dastur aniq talablar mos holatiga tushirilishga harakat qilindi. Buni endi oynada ko'radigan bo'lsak va misollar orqali tushuntirib berishga harakat qilaman. F9 funksiyasini bosgan, klaviaturasini bosgan holatda biz mana chiqdik, mana dasturning haqiqiy bizga natijani ko'rsatadigan joyga yetib keldik. Mana bu yerda tartib raqami turibdi, nomer va ID raqamlar mana aytib o'tgandim. Bu yerda mana 7 dan keyin 12 ga o'tib ketyapti. Ya'ni o'rtada testlar qildim, ko'p shu testlardan o'chirilgan testlar bor. 8, 9, 10 larni masalan o'chirgandirman. O'chirish amalini bajarib yoki 13 dan keyin 30 kelishini ehtimoli ham o'sha 14, 15 o'shalarni o'chirib, tekshirib test qilish jarayonida shu ID raqamlari o'zgarmasdan shunday holatda ketdi. Bu albatta to'g'ri natija deb o'ylayman, chunki ID raqami aniq o'zgarmaydigan aniq bir identifikator. Ligi uchun bunga tegmadim, tegmaslikka harakat qildim va bu yerda mana alohida shu tartib raqamini unutmaslik maqsadida bu yerda nomer paratiga mana qo'shib qo'ydim. Ya'ni shu nomerlar orqali men nechta misollar kiritganimni ko'rib olishim mumkin. Sichqoncha orqali boshqarish funksiyasi bor. Generallayman hozir bitta, hozirda mana 10 bitta bor. Avvalida mana o'chirish amalini bajarib ko'raylik. Mana masalan bizda hozir Komilov o'tkir bor. Mana Komilov o'tkirni o'chirish amalini bosgan holatda tekshiraman va mana tanlangan bemor o'chirildi. Matni nimasi chiqdi? Monitorda xabari chiqdi. Va bu xabar mana bitta xabardan keyin 11-chi qator tartib raqamidagi bemor o'chirilganini ko'ryapman. Yoki mana Toshmatov, Husan yoki Shokirov Anvar o'chirish funksiyasini bajarsa mana yana bu ham xuddi shunday mana o'chdi, lekin tartib raqami bizda o'zgarmayapti. Ya'ni ID'lar o'chib ketish ehtimoli bor. Xo'p, buni endi biz mana yana bir ajoyib funksiya qo'shilgan joyi, men butun ustunni olmasdan alohida matnni ham olish imkoniyatini mavjud qildim kodlarda. Ya'ni Boburda o'zini kopirovka qilib, bu yerga mana stavit qilib qo'yib qidirish funksiyasini bossam yozish imkoniyati menda yo'q. Yozish imkoniyati bor, ya'ni yozmasdan turib kopirovka qilib yangilik tariqasida qidirib stavit bilan qidirib funksiyasini topishim mumkin. Mana menga top berdi, bitta natija topildi degan yozuvni qo'shyapti. Buni mana yangilashni bossam, mana ma'lumot o'chirildi, mana tozalandi. Yangilashni bossam yana asl holatiga qaytdi va jadval yangilandi xabari menga ko'rsatilyapti. Tibbiy ko'rik bazanda. Va bu yerda aytaylik, endi ruchnoy qidirib ham ko'rib tekshirishimiz mumkin. Masalan, mana bizda kim bor? Sherzodbek bor ekan. Sherzoddek qidirib ko'raylik. Bekini yozmagan holatda topadimi, topmaydimi? Qidirish funksiyasini bosdim, mana Sherzodbekni bizga topib berdi. Bitta natija topildi. Yangilashni bosdim va jadval yangilandi. Xabari chiqdi, mana tozalandi. Aytaylik, endi bizda duplikat kardiolog so'zi bor ekan. Bu yerda bizda mana kardiolog so'zini yozdim va qidirish funksiyasini bosdim. Menga ikkita natija topildi. Mana kardiolog. Natija bo'yicha ham menga natijalarni ko'rsatib beryapti. Yana yangilashni bosib qaytyapman. Hamda endi yosh bo'yicha qidirishning harakatini qilib ko'rmoqchiman. 42 ni bosdim masalan. Menga 42 yosh bor ekan. Bu yerda bu qidirishni bossam menga bitta natijani topib berdi. Mana 42 yoshni menga topib berdi. Aytaylik, menda ikkita 18 yoshlik bor ekan. 18 ni bossam, men qidirish tugmasini bossam menga mana 3 ta, men hatto aytibman, ikkita deb 3 ta natija topildi degan xabarni menga beryapti. Men sanab ham yurmayman, shunday xabarni o'zidan ko'ryapman 3 ta natija topilganligini. Va yangilashni bosib yana orqaga qaytib mana hammasini ko'rib olishim mumkin. Endi mana sana bo'yicha qidirishni ham amalga oshirmoqchiman. 04/03/2026 ni sanani qidirmoqchiman. Va qidirib ko'rdim, menga o'sha sanani mana topib berdi. Va yana qaytdim. Xo'p,
qilinmagan ish bizda ID bo'yicha qidirishni amalga oshirib ko'rmadim. 13-chi ID raqamdagi bemorni qidirib ko'rmoqchiman. Mana qidirish 13-chi raqamli bitta bemorni menga topib berdi. ID albatta bitta bo'ladi, har bitta bemordagi har xil yozilgan. Aytaylik endi mana diagnoz bo'yicha shamollash deb yozdim va qidirish funksiyasini bosdim, menga mana shamollashni topib berdi. Va xuddi shu narsalarni endi o'zgartirish amalini ham testovoy variantda sinab ko'rmoqchiman. Bobur, Anvar Boburni bu yerga yozyapman. Boburdan aytaylik, bu yerda kamqonlik turibdi bizda. 18 yosh turibdi. Qidiruvni bosgan holatda mana ajratib oldimda. Bu yerda Anvar Bobur emas, Boburni yana qo'yib oldim chunki kler bosilib ketgan. Anvar Boburni bemorni deb qo'yaman. Men Bobur emas, buni ismini aytaylik kimga o'zgartirmoqchiman. Masalan, Sardor ismi bilan o'zgartirdim va yoshini yozyapman. Bu yerga 18 yosh edi menda, 25 yosh yozdim. Sanasini avtomatik oxirida tanlaymiz va diagnoziga nimani qo'yishimiz mumkin? Aytaylik, sitma deb yozdik va bunga dori tavsiya qilindi. Hamda sanani 31-mart qo'ymaydi, 11-mart qo'yib ko'rdim. Va o'zgartirish amalini bosyapman. Mana menda ma'lumot haqiqatda o'zgartirildi deyapti. Ya'ni bizda Anvarov Bobur bor edi. Bu bizda hozir mana albatta tekshirsak Anvarov Sardor mana natijamiz muvaffaqiyatli amalga oshirildi. 4-mart isitma dori tavsiya qilindi. 25 yosh Anvarov Sardor. Bobur Anvarov Sardorga o'zgartirildi. Bu testimiz ham muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Qidirish, o'chirish, o'zgartirish va yangilash hamma funksiyalarni mana tekshirib ko'rdim va menda keyingi qiladigan amalim misollarni qo'shish funksiyasi asosiysini ko'rsatib o'tmadim. Aytaylik, Aliyev Vali, mana bemor yozyapman. Aliyev Vali 25 yosh check-up data edi. Keyin qo'yamiz va grip deylik, bunga grip deylik va aytaylik uyda davolanish yoki dori yozildi. Dataga aytaylik mart oyi yanvar oyiga kelaylik, 1-yanvar deb qo'yaylik. Va qo'shish funksiyasini bossak, bizda mana yangi bemor ma'lumoti qo'shildi xabari chiqdi va uni pastda ko'ramiz. Mana Aliyev Vali 44-ID bilan 10-raqamli tartib ostida Aliyev Vali 25 yosh 1-yanvar 26-yil grip uyda davolanish dori tavsiya qilindi degan xabarni ko'ryapmiz. Endi yana boshqa misol, Sodiqova masalan Guli yoshini yozamiz, 30 yosh, kasallik diagnozini yozsak, aytaylik gastrit, nima deyishimiz mumkin? Gastrit uchun parhez va dori tavsiya qilindi deymizda va sanasini aytaylik 2-mart qo'yishimiz mumkin va qo'shish amalini bosdik va xabar chiqdi. Jadvalga qaytdik. Mana Sodiqova Guli 30 yosh, 2-mart, gastrit, parhez va dori tavsiya qilindi. Jadvalga qo'shilib 45-ID va 11-tartib raqami ostida. Aytaylik, mana o'zimni kiritib ko'rishim mumkin. Ustamov Baxtiyor 42 yosh, nima deylik? Tashxisga osteoxondroz deb ko'raylik va avvalida doridan oldin tavsiya qilinadigan bu tibbiyotda o'zim ham ishlaganim uchun fizioterapiya va muolajalar tavsiya qilsak maqsadga muvofiq bo'ladi va bu yerga sanani kiritaylik. Aytaylik, mana 2-fevral 2026-yil. Bitta biz любой sanani tanlashimiz mumkin. Mana 25-yil, hatto aprel. Bu yerga yana funksiyani qo'shishimiz mumkin, faqat yilda o'zini va oyda o'zini ko'rsatadigan qilib. Aytaylik, mana 1-noyabr tanlanib 2025-yil qo'shish funksiyasini bosdim. Yangi bemor qo'shildi dedi, jadvalga o'tdim. Mana Ustamov Baxtiyor 42 yosh, 1-noyabr 2025-yil osteoxondroz, fizioterapiya va muolaja tavsiya qilindi.
Xulosa qilib aytganimizda, ishlab chiqilgan tizim va ma'lumotlar bazasini boshqarishning barcha talablari bo'yicha to'liq bajarildi deb o'ylayman. Jadval tuzish, Premier 2, ODBC orqali ulanish, qo'shish, o'zgartirish, o'chirish funksiyalari, qidiruv va yangilash, uy interfeysi, kod tuzaligi va izohlarni aytib o'tdim. Kodlarni ham bu yerda ko'rsatishimiz mumkin. Albatta bu topshiriqda, Xemsda topshirilganda kodlar unit SPP va unit hash fayllari ko'rinadi. Chiqish funksiyasini orqali oxirgi amalimiz biz testdan chiqib, natijani chiqish funksiyasi bilan yakunlashimiz mumkin. Mana chiqishni bosdim va yana redaksiya funksiyasiga qaytdim. Bu yerda mana bizda nimamiz bo'yicha, diagnozimiz bo'yicha, talablarimiz bo'yicha yoshdan keyin sana kiritilishi kerak edi. Shuning uchun buni jildirish imkoniyati mavjud. Shuning uchun jildirib bekka qo'yib qo'yishimiz ham mumkin. Ya'ni diagnozni bekka va buni transparentliklarini ham o'zgartirish imkoniyati, ixtiyori o'zimizda. Xohlagancha buni bu yerda o'zgartirishimiz mumkin, lekin doimiy o'zgartirish qilish uchun esa biz albatta nimadan propertiesdan foydalanishimiz mumkin. Propertiesda biz doimiy o'zgartirishlarni qilib, ya'ni bitta size ga qo'ysak, razmerga qo'ysak, F9 bilan chiqqanimizda o'sha razmerda ko'rishimiz mumkin. Bitta mana F9 da bossak, bizning interfeysimiz endi ozgina o'zgarganini ko'rishimiz mumkin. Mana sanamiz o'rtaga o'tdi, diagnoz va tekshiruv natijalari bilan tugatilyapti. Albatta shu bilan amaliy ishimiz yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Computer Engineering IT Service 3-bosqich talabasi Rustamov Baxtiyor.